Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi, shuningdek, Xavfsizlik kengashi yig'ilishi hamda Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi ko'rsatma va topshiriqlardan kelib chiqib, Qibray tumani mahalliy hokimiyat boshqaruvidagi rahbarlar va mas'ul xodimlar ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Tadbirda Qibray tumanida 2025-yil sarhisobi tanqidiy ko'rib chiqilib, 2026-yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Yig'ilishda viloyat hokimi, Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i, viloyat prokurori so'zga chiqib, 2025-yilda 2024-yilga nisbatan tumanda jinoyatlar soni 4,5% ga oshgani hamda 31 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar qizil toifadagi mahallalarda sodir etilganligi tanqid qilindi. Tumanda sodir etilgan o'g'rilik jinoyatlarining aksari qizil toifadagi mahallalar hissasiga to'g'ri kelishi qayd etildi. Viloyatda kriminogen vaziyatni sog'lomlashtirish, giyohvandlik va psixotrop dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, xavfsiz shahar, ijtimoiy profilaktika yo'nalishlaridagi mavjud vaziyat muhokama qilindi. Shundan so'ng jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish yuzasidan mahallalarni qizil toifadan chiqarish bo'yicha mahalla raislari va profilaktika inspektorlarining takliflari tinglandi. Xususan, ular tomonidan tezkor harakatlanuvchi guruhlar soni va qamrov hududini kengaytirish orqali tumanning har qanday nuqtasiga qisqa muddatda qurollangan, body kamera bilan jihozlangan xodimlar yetib borishlarini ta'minlash va jinoyatni o'z vaqtida oldini olishga erishish mumkinligi. Maktablarni o'quvchilar davomati, huquqbuzarliklar sodir etish ko'rsatkichlari bo'yicha qizil, sariq va yashil toifalarga ajratish. Bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlarida harakat intensivligi va aholi zichiligi kam ekani hisobiga nazorat qilish murakkab va noqonuniy harakatlar sodir etishga qulay hudud hisoblangani uchun kirish qismiga viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi, qo'riqlash boshqarmasi xodimlari xizmat o'tashlarini tashkil etish, profilaktika inspektorlari va mahalla raislari o'rtasida eng yaxshilarni aniqlash maqsadida tanlovlar o'tkazish va g'oliblarga pul mukofotlari taqdim etish, tajriba tariqasida ayrim mahalla inspektorlarini dron, elektron skuterlar bilan ta'minlash, profilaktika inspektorlarining aholi orasida nufuzini hamda profilaktik ta'sir samarasini oshirish maqsadida ularning shaxsiy avtomashinalarni xizmat avtomashinalari kabi maxsus chiroqlar va belgilar bilan jihozlash, adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda profilaktika inspektorlarining malakasini oshirish kurslarini joriy qilish va boshqa bir qator takliflar ko'rib chiqildi. Yig'ilish so'ngida barcha ishtirokchilar tanqidlardan to'g'ri xulosa chiqargan holda o'z faoliyatlarini qayta ko'rib chiqish va kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rishlari borasida ko'rsatmalar berildi. O'g'rilik jinoyatlari, oldi-berdi jinoyatlari uchrab turibdi. Hozir biz mahallada tezkor harakatlanuvchi qo'riqlash otryadlarini xizmatini kuchaytirish, xodimlarni ko'paytirish, DTP masalan bo'ladigan bo'lsa, shunga svetofor chiroqlari yoki tezlikni cheklovchi belgilardan kengroq foydalanishimiz kerak. Chetdan kirib kelayotgan boshqa millat fuqarolari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar bo'yicha BTZ kameralar sonini ko'paytirishimiz kerak. Shunda jinoyatchilikni ancha oldin olgan bo'lamiz. Mahalla yettiligi bilan bu jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha yo'l xaritalar ishlab chiqdik. 2026-yil Iftixor mahallasini kambag'allik, ishsizlik, jinoyatchilikdan xoli hudud qilishga mahalla yettiligi bilan so'z beramiz. Ana shunday tadbirlarning yana biri Toshkent tumanida ham o'tkazildi. Unda huquq tartibot organlari, profilaktika inspektorlari hamda mas'ul tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent tumanidagi ayrim mahallalarda jinoyatlar soni tashvishli darajada. O'tgan yili 473 ta kiber jinoyat aniqlangan bo'lsa, yana 761 ta holat qayd etilmagan. Suhbat chog'ida yoshlar masalasi ham tanqidiy ruhda ko'rib chiqildi. Tumandagi ish o'rinlarining 50-60% boshqa hudud va davlatlardan kelgan fuqarolar hissasiga to'g'ri kelayotgani, mahalliy yoshlarning bandligi esa yetarli darajada ta'minlanmayotgani aytildi. Shu bilan birga jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan shaxslar bilan ishlash, ularni ishga joylashtirish borasida ham kamchiliklar mavjudligi qayd etildi.
besh qo'l barobar bo'lmaydi deganlaridek, mahallamda probatsiya hamda profilaktika ro'yxatida turuvchi yoshlarimiz ham mavjud. Mana shu yoshlarimiz bilan mahalla profilaktika inspektorlarining biriktirilishi va tegishli ichki ishlar sohasidagi, mudofaa tizimidagi, harbiy sohadagi vazirliklarni har bir yoshga biriktirilishi ham bu yoshlarimiz juda katta imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Xususan mahallamdagi bugungi kunda probatsiya hisobida turuvchi, hayotida ozgina bir xatoliklarga yo'l qo'yib qo'ygan yoshlarimiz bor. Mana shu yoshlarimizga butun boshli bir vazirlikni biriktirilishi va mana shu yoshimizni to'g'ri yo'lga qaytishda, hayot yo'lida o'zini mustaqil bir ishini davom ettirishida bu insonlar bizga juda ham kerakligi yurtboshimiz tomonidan e'tirof etib o'tilgan. Giyohvandlik va radikal g'oyalarga qarshi kurashish masalasi yig'ilishning eng muhim mavzularidan biri bo'ldi. Tuman hududida 68 nafar giyohvandlikka moyil shaxs borligi, ularning 13 nafari yoshlar ekani qat'iy tanqid qilinib, mas'ullardan yana sergaklik talab etildi. Tadbir yakunida tumanda mavjud 63 ta mahalla bo'yicha manzilli ishlash, qizil mahallalarda 3 kunlik individual choralar ko'rish, yoritish tizimlari va video kuzatuv kameralarini o'rnatish belgilandi. Eng muhimi, aholining davlat idoralari va tashkilotlariga bo'lgan ishonchini oqlash, yoshlarni ish bilan ta'minlash, giyohvandlik va ekstremizmga qarshi jazodan ko'ra ma'rifat ustuvor bo'lgan yondashuvni kuchaytirish zarurligi eslatib o'tildi.